Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eringiz uydami? Chaqiring. O'rtoq mayor gapirishga ruxsat eting. Ruxsat. Misrdagi topshiriqqa sizni jo'natishmoqchi. Bugun kechqurun jo'nab ketishingiz kerak. Bu yerda barcha hujjatlaringiz bor. Aytgancha, sizni u yerda kichikligidan Kamila kutib oladi va hammasini tanishtiradi. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat. O'rtoq mayor, sizni xizmatlaringizni biz hech qachon unutmaymiz. Dadasi, siz shunaqa ishda ishlaysizmi? Buni hech kim bilishi kerak emas. Kiyimlarimni tayyorla. Xo'p. O'rtoq mayor, Kamilan nimaga aytding? Keyin shubha bo'lmasin dedim-da mabodo. Men bilan ushla. Sen keyin yarim soatdan keyin menikiga borasan, qayma olib ketasan meni. Atak Misrga. Hech kimga aytma.